Diqqat, xalq uchun ajoyib yangilik e'lon qilindi. Bugun 18-may kuni barcha fuqarolarga rasman bepul bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, bugun O'zbekistondagi barcha muzeylarga kirish bepul bo'ldi. 18-may kuni Xalqaro muzeylar kuni nishonlanadi va shu kuni O'zbekiston muzeylarida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tadi. Ya'ni kirish tekin bo'ladi. Muzeylarda o'nlab bayram dasturlari, yangi ko'rgazmalar ochilishi rejalashtirilgan. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostiga like bosib, yaqinlarga ham yuborib qo'ying. Yakshanba dam olish kuni bir muzeylarni aylanishsin.